Xo'p akalar. Ketdik. Xo'p. Mahalla raisiga yashab turganim uchun pulni berish kerak edi. Mahalla raisi mana tazibtana. Qo'yag'i. Ketdik. Hop. Ishbiroz aka. Quloqqa jarangam uni. Ishbiroz aka. Qaraysan. Yana konuştuk sen bilan. Siz bilan yangi boyagi savolim qolib ketgandi. Akmal uyda nima qilayotgan edingiz? Pulni olib chiqqandim. Ana. Nimaga urashandingiz? Yo'q. Endi nima qilayotirdim-da, bilmay bosib yubordim. Aka sizga pulni olib keldim. Mana endi olmoqchi edim sendan. Mayli. Keyingi oyimda to'lab qo'yarsan, mayli aka. Biz dedim shunaqa. Mayli aka. Bo'pti. Bo'pti. Akalar mana pulni ham to'lab yubordik endi. Nima deydi endi ancha bizneslarni yurishtirsam bo'ladi. Yana bizneslarni qilib tursam, pullar kelib tursa zo'r bo'ladi-da akalar. Do'konlar ochtirishim kerak bu yerga do'kon yo'q. Hali ikkita ham qo'ydiraman bu yoqqa. Pullarim ancha ko'proq, kiyim olaman hali o'zimga. Mana kecham tushyapti. Uxlagim kelmayapti ancha. Manzarani tomosha qilaversam-da. Bu yer ekinlar kimniki? Emas shuning uchun ekinlarni olib hech kimniki emas. To'g'ri akalar, soflik ish qilib qo'ydim. Nima deysizlar? Hali bankga pulni ham qaytarib berishim kerak. Tushunmadim. Bo'ldi, kerakli joylarni oldik. Endi buni ekib qo'yamiz. Kecham tushyapti. Uxlash kerak. Hop. Bo'ldi. Endi uyga kirib uxlaymiz. Zombilarim chiqdi, tezroq uyga kir. Hop. Bismillah. Aşağıdan ne var? Oi, nima gap? Bratan. Okey. Oi. Yapıyorum. O şeyden indi bitten non olması. Böyle. Olta non. Mayna gelen şu bilen videomuz tugadi. Keyingi muhitimiz qismini yana chiqaraman akalar. Mayli sog'omon bo'linglar. Xayr akalar.